Turkiya. Bugun biz 38 yildan beri xalq ishonchini qozonib kelayotgan Fozil akam shashlilarni ko'rgani keldik. Fozil aka, O. 38 yil oldin yoshligingizda qilingan jayda shashlidan bitta qilib berasizmi? Ha, o bizani yoshlik sen kelib qoldim. Gap bo'lsin mumkin. O'tir, nonpollarni olib tur, oz qilib beraman. Bo'ldi. Jigar aka, yoshligingizga qaytadigan shashliklar tayyor. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'ling, yoqimli ishtaha. Mana shashliklarimiz ham kelib oldi. Svej yashillarni yeb olib, birin-ketin shashliklarning mazasini ko'ramiz. Birinchi bu to'g'ri shashlikdan boshladi mazasi. Piyozlari bilan ketadi-yu. Bunaqa nonning ustiga shashliklarni qo'yib olib, piyozlar bilan qo'yib olib yesanglar, maza qilasizlar. Birin-ketin hamma shashliklarni paqqos tushirib oshqozonga joylab oldi. Orasida limon choylarni ham seplantirib oldi. Men bu ovozlarga bitta eshitmasam bo'lmaydi, eshitinglar. Jigar aka 4 ta saboga qo'yib oling. Bo'ldi, Jigar aka 5 minut. Fozil aka sizga rahmat. Mazza qildi yoshligingiz. Maza qilding? Maza qildi. Sog' bo'l. Og'aylarim bilan kelgin. Bo'ldi, hozir. Sog' bo'l. Fozil aka, Savoy shashlik olib kelibdi-yu. Turkiya shuni ham eplamadim, barobar deb. Ulardan oldin men Yandexdan dastavka qilib chiqazorman, ulardan birinchi boradi. Sir betdan.